Bittada 3 xil taom tayyorlab kutayotgan mehmonlaringizni va oila a'zolaringizni xursand qilib lol qoldirishingiz mumkin. Sho'rva, dimlama va tiftil taomlari. Birinchi bo'lib taomni sho'rvasidan boshlaymiz. Go'shtlarni solib, qaynab chiqqandan keyin ortiqcha ko'piklardan tozalab olamiz. Bolgarskiy, piyoz, tuz va xohishga ko'ra ziravorlarni solamiz. Sho'rva qaynab turguncha qolgan mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Tiftil uchun yog'siz qiyma, mayda qilib to'g'ralgan piyoz, tuxum, hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymani videoda ko'rsatilgandek qilib ochib, orasiga pishgan bedana tuxumni qo'yib chiqamiz. Yarim soat iliq suvda ivib turgan lazer go'runchiga tiftillarni yaxshilab botirib olamiz. Endi navbat dimlamaga keldi. Kartoshka, sabzi, jo'xori, bolgarskiy, hamma uyda nima sabzavot bo'lsa, hammasini to'g'rab chiqasiz. Xohishga ko'ra mol, qo'y go'shtini aralashtirib ishlatasiz. Dimlamamizga yanada mazza berish uchun yog', soya, tuz, ziravorlardan foydalanamiz. Rozmarin ham o'zgacha mazza beradi. Ozginagina qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan aralashmani qasqonlarga terib chiqamiz va oxirgi qasqonga esa tiftilni alohida yaxshilab yog'iga belab terib chiqamiz. 1-1,5 soatga o'rta olovga qo'yib pishirib olamiz. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, har doim parhez qiladigan va ko'p mehmon kutadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Aytgancha, sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p oson va tez pishadigan retseptlarni topasiz. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga kelasiz.